juda ham yomon ayanchli avariyalardan bittasi. Ushbu yo'l transport hodisasida qaysi haydovchi aybdor? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Siz ko'rgan holatda Gentra haydovchisiga e'tibor qarating, u ikkinchi darajali yo'ldan chiqyapti-da. Asosiy yo'ldan kelayotgan transport vositalariga yo'l bermasdan katta yo'lga chiqib kelyapti-da va qayrilib olish uchun mana shu holatda chapga pavorot yoqib turibdi. Ya'ni u ortidan kelayotgan transport vositalarini o'tkazolmasdan yo'l harakat qoidalarining 54-bandini buzib harakatlanib kelyapti. Endi orqadan kelayotgan mikroavtobus haydovchisiga e'tibor qarating. U Damas haydovchisini quvib o'tishga chiqdi va o'sha paytda bizga ko'rinishi bo'yicha BYD haydovchisi ham 3-chi bo'lib quvib o'tishga chiqyapti. Ya'ni BYD haydovchisi ham quvib o'tish qoidalarini buzyapti. Va BYD haydovchisi quvib o'tib ketdi, borib mana shu joyda moshinani olib qochishni bilmadi-da, mana shu joyga to'xtaganda ilojsizlikdan mikroavtobus haydovchisi ham orqasidan borib uryapti. Demak, mikroavtobus haydovchisi qoidalarning 73-bandini buzib kelyapti. Demak, bu joyda ko'proq ayb, e'tibor qarating, mikroavtobus haydovchisida hamda qora Gentrada. Bu joyda BYDda ayb bormi? BYD ham 3-chi bo'lib quvib o'tishga chiqdi, unda ham ayb bor. Endi biz o'zimizga ko'ringan taraflarni sizga ko'rsatishga harakat qildik. Qolganini endi sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Sudya nima qaror chiqarsa, o'sha transport vositasi haydovchisiga ayb yuklanadi. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Qahramon Avtotest Instagram kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar.